anaqada burchmalarda shu narsani aytib berdim menimcha. Hozir bu yerda yo'llar ham bor edi. Anaqa Stephen Covey degan anaqa bor-ku, anaqani yozgan. Ana 7 навыков высокоэффективных руководителей yozgan. O'sha bir kun Stephen Covey bizning mehmonxonada anaqa holda o'tirgan bo'lgan, o'sha yerda yashayotgan bo'lgan, bular mehmonxonasida holda o'tirgan bo'lganda, holda o'tirganda bundoq qarasa, anaqada bitta xotin kirib kelayotgan bo'lgan, qo'lida ikkita anaqa chemedan bilan anaqa bilan kirib kelayotgan bo'lgan, zo'rg'a yurib kelayotgan bo'lgan yosh katta ayol. U yoqda anaqada mana bunaqa stremenka lestitsani qo'yib olib, elektrik nimadir to'g'irlayotgan bo'lgan. Nimadir to'g'irlayotgan bo'lganda, yana uni ko'rib qolgan. Anaqa onaxonni kirib kelayotgan. Shuni ishini to'xtatganda tushganda assalomu alaykum deb turib, keling men sizga yordam beraymi deb turib, chemedanni olib borib, anaqaga stoykaga olib borib qo'ygan. Olib borib qo'yganda keyin kelib turib, yana ishini davom ettirgan. Anu Stephen Covey buni ko'rganda oldiga kelib turib, "Voy, sen hozir bilasanmi ish qilganingni" degan. Sen degan, hozir bu mehmonni sallaga qayta kelish uchun shunaqangi hozir zo'r ish qildingki, deyapti. Hozir anaqani vash oshirib yubording, gostinitsalarning urovini desa, u hayron bo'lib, men o'zimni anaqa qoidalarimdan bittasini qolmadim degan. Ya'ni men o'zim bizning ishimiz shu degan. Qanaqa seni ishing emas-ku, sen elektriksan-ku, yo'q, bizda qoida nomer 14 anaqamiz bor. Biz nima ish qilayotgan, qaysi ish anaqadan nima ish qilishimizdan qat'iy nazar yordam kerak bo'lsa, o'zimiz ishimiz bo'lmasa ham anaqa qilishimiz kerak. Mijozga yordam berish anaqamiz bor, qoidamiz bor desa, qanaqa qoida degan. Mana shunaqa. Bundoq ko'rsatgan, ularda anaqa qoidalar majmuasida o'sha bitta qoidani ko'rgandan keyin Stephen Covey anaqaga chiqib, xo'p ana shu Horst Schulze anaqani Ritz-Carltonning prezidentiga chiqib, tanishib, o'lguncha o'rtoq bo'lgan ekan, bor. Stephen Covey o'lib ketguncha bu bilan juda qalin o'rtoq bo'lib qolish kerak. Ya'ni lol qoldirganda shu anaqasi bilan.